Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun ko'pchiliklarning taklif va istaklariga binoan ko'krakni saqlab qolish operatsiyalari haqida aytib o'tmoqchiman. Ko'krakni saqlab qolish ko'p ayollarimizga mumkin, lekin shunaqa holatlar bo'ladi. O'simtani agressiv holatlarida va boshqacha joylashganida yoki ko'krak juda ham kichkina vaqtlarida ko'krakni bir vaqt o'zida saqlab qolish imkoniyatimiz bo'lmaydi. Shunaqa vaqtlarda ko'krak olib tashlangandan keyin rekonstruksiya operatsiyalari ham mavjud. Rekonstruksiya operatsiyalari nur terapiya, ximioterapiya va xirurgik mastektomiya, ya'ni ko'krak olib tashlash operatsiyadan keyin 6 oy yoki 1 yil ko'kraksiz yurib turadi va shu vaqt ichida kasalligi qo'zg'almasa, shunda rekonstruksiya, ya'ni ko'krakni boshqatdan qayta tiklash operatsiyalari mavjud va shu kunda shu operatsiyalarni amalga oshiryapman. Bu operatsiyalar juda ham turli yo'llar bilan bajariladi. Ya'ni 2 etapli yoki 1 etapli bo'lishi mumkin. 1 etapli operatsiyalar qorindan tramloskutlar deyiladi. Qorinni olib ko'krak yasaladi. Yoki mikroskopik yo'l bilan diaploskutlar bor. O'sha mikroskop ostida travma qilmasdan turib ko'krak yasaladi. Bu 1 etapli operatsiyalar bo'lib hisoblanadi. Undan tashqari ko'krak olib tashlangandan keyin 2 etapli operatsiyalar bor. Bular implantlar va ekspanderlar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni birinchi etapida ekspander qo'yiladi. Ekspander orqali ayol kishining ko'kragini shakli hosil qilinadi va shakli hosil qilib bo'lingandan keyin yana implant uni o'rniga qo'yiladi. Bu operatsiyalarni bajarayotganda albatta ikkinchi ko'kragining shakli, uni holati, turishi inobatga olinadi va ikkinchi etapida yoki birinchi etapini o'zi simmetriyalashtiruvchi operatsiyalar, ya'ni ikkinchi ko'kragini ham to'g'rilab ketadigan operatsiyalar amalga oshiriladi. Ya'ni hozirgi kunda ko'krak agar olib tashlangan bo'lsa ham uni rekonstruksiya qilish imkoniyati bor. Faqat buning uchun ayol kishini yaxshilab tekshirib olamiz, ya'ni boshqa organlarida yoki joyida retsidiv alomatlari yoki metastaz alomatlari bo'lmagan holatda va ayol kishida o'zida xohish bo'lganda bu operatsiyalarni bajarish mumkin. O'z to'qimasdan qiladigan rekonstruktiv operatsiyalar qatoriga ko'pchilik ayollarimiz mana qorin bo'lganligi uchun trim loskutlari va diaploskutlar to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Kanalimni kuzatib boringlar. Albatta bu to'g'risida ma'lumot beraman. Bu operatsiyalar visokotexnologichniy, ya'ni juda murakkab operatsiyalar turkumiga kiradi. Albatta keyingi efirlarimizni kuzatinglar.